Assalomu alaykum qadrli tumandoshlar. Kogon tuman veterinar va chorvachilikni rivojlantirish bo'limi o'tgan 2025-yil mobaynida o'zining nizomi va tasdiqlangan ish rejasiga muvofiq hayvonlarning hayoti va sog'ligini muhofaza qilish, hayvonlarning yuqumli kasalliklarning chetdan kirib kelishini va mavjud tabiiy o'choqlardan kelib chiqishini oldini olish, aholini odamlar va hayvonlar uchun umumiy bo'lgan o'ta xavfli yuqumli kasalliklardan muhofaza qilish, veterinar osoyishtalikni ta'minlash, davlat veterinariya xizmati ostidagi tovarlarni veterinariya sanitariya jihatdan xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan qator tadbirlarni amalga oshirdi. Jumladan, Kogon tuman hududida parvarishlanayotgan barcha toifadagi xo'jaliklar qaramog'ida bo'lgan 95 ming bosh yirik shoxli mol, 101 ming bosh mayda shoxli hayvonlar, 850 ming bosh parrandalar, 10 ming boshga yaqin it mushuklar va boshqa turdagi hayvonlar yuqumli kasallarni oldini olish maqsadida 36 turdagi profilaktik tadbirlar amalga oshirildi. O'ta xavfli yuqumli kasalliklarning chetdan kirib kelishini va tarqalishini oldini olish maqsadida tuman veterinariya bo'limida 5 ta epizodik guruhlar tashkillashtirilgan bo'lib, ular tomonidan bruselyoz kasalligini oldini olish maqsadida 37 ming bosh yirik shoxli hayvonlardan, 10 ming bosh mayda shoxli hayvonlardan qon namunalari olinib, laboratoriyada tekshirildi. Kasallik aniqlangan 2 bosh mayda shoxli hayvonlar amaldagi veterinariya sanitariya qoidalariga muvofiq belgilangan tartibda zararsizlantirildi. Kuydirgi kasallikni oldini olish maqsadida 73.987 bosh yirik shoxli, 63.300 bosh mayda shoxli mollar, 118 bosh eshak, 782 bosh cho'chqa, 2347 bosh ot, 29 bosh tuyalar profilaktik emlandi. Qorason kasalligini oldini olish maqsadida esa 7650 bosh yirik shoxli hayvonlar profilaktik tartibda emlandi. Oqsil kasalligini kirib kelish va tarqalishini oldini olish maqsadida 37 ming bosh yirik shoxli hayvonlar, 5290 bosh mayda shoxli hayvonlar profilaktik emlandi. Xuddi shuningdek, nodulyar dermatit kasalligini tarqalishini oldini olish maqsadida 87400 bosh yirik shoxli qoramollar profilaktik emlandi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 8-iyuldagi qarovsiz qolgan hayvonlarni tutish va saqlash bilan bog'liq xizmatlar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 202-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida tumanimizda yil davomida quturish xavfli kasallik mavzusida aholi jamoat tashkilotlarida targ'ibot tashviqot ishlari amalga oshirildi. 2025-yil davomida epizodik guruhlar tomonidan jami bo'lib 12012 bosh itlar, 75 bosh mushuklar klinik ko'rikdan o'tkazildi. Shundan birlamchi 3680 bosh itlarga, 26 bosh mushuklarga pasport berildi va ro'yxatga olindi. Tekshiruv davomida itlar quturish va boshqa xavfli kasalliklar belgilari aniqlanmadi. Qirim-Kongo gemorak isitmasi kasalligining chetdan kirib kelishi va tarqalishini oldini olish maqsadida 2025-yil davomida 97783 bosh yirik shoxli mollar va 104694 bosh mayda shoxli hayvonlar Qirim-Kongo gemorak isitmasi kasalligiga qarshi ishlov berildi. Tumandagi chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari va chorvachilik bilan shug'ullanadigan barcha turdagi subyektlar vakillari bilan kasallik bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Profilaktik maqsadlarda 135 ta obyektda dezinfeksiya, 6005 ta obyektda dezinseksiya va 101 ta obyektda deratizatsiya tadbirlari o'tkazildi. Shu o'rinda chorvachilik va uning tarmoqlarini rivojlantirishga qaratilgan ishlar bo'yicha ham qisqacha to'xtalib o'tsam. 2025-yilda Kogon tumanida chorvachilikni rivojlantirish dasturiga asosan chorvachilik yo'nalishida 8 ta loyiha amalga oshirildi. Jumladan, qoramolchilik yo'nalishida 1 ta, parrandachilik yo'nalishida 3 ta, baliqchilik yo'nalishida 4 ta loyihalar ishga tushirildi. Tumanda faoliyat yuritayotgan 80 ta qoramolchilik va 5 ta qo'y echkichilik fermer xo'jaliklariga ajratilgan yer maydonlaridan samarali foydalanish holatini tahlil qilish, tashkil etish hamda chorva mol bo'stonlaridan kelib chiqib mutanosib ravishda ekin yerlari ajratilishi hamda ozuqa yer maydonlaridan samarali foydalanish nazoratga olindi. Kogon tumanida joriy yil 1-yanvar holatida jami 24 ta naslchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari faoliyat yuritib kelmoqda. Xo'jaliklarda chorva mollarining parvarishlanishi, ozuqa ekin yer maydonlaridan oqilona foydalanishi, epizodik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha monitoring olib borilmoqda. Bo'limda naslchilik ishi va sun'iy urug'lantirish bilan shug'ullanuvchi mutaxassislarning moddiy texnika vositalari, shu jumladan divar idishlari,
va boshqa zarur asbob anjomlar bilan ta'minlangan. 2025-yil davomida tumanda veterinariya xizmatiga qarashli shoxobchalarda va fermer xo'jaliklarida jami 16.857 bosh sigirlar sun'iy urug'lantirildi va bu uchun 21.915 doza naslli buqalarning muzlatilgan urug'lari xarid qilindi. Chorvachilikda identifikatsiya qilish tizimi va naslchilik sohasini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 24-avgustdagi PQ 285-sonli qarori yuzasidan Kogon tuman veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limida chorvachilikda identifikatsiya qilish tizimi va naslchilik sohasini takomillashtirishga oid bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. 2025-yilning may oyida veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limi va uning quyi tizimi veterinariya uchastkalari bilan bo'limda kengaytirilgan o'quv amaliy seminarlari tashkil etilib, hayvonlarni identifikatsiya qilish, ularni hisobga olish va hisobdan chiqarish tartibi, samaradorligi va mohiyati bo'yicha batafsil tushuntirish ishlari amalga oshirildi. 2025-yil davomida 31.600 ta identifikatsiya halqalari veterinariya uchastkalariga taqsimot qilib berildi. Tumandagi veterinariya uchastkalari mudirlari tomonidan yil davomida 8.829 bosh qaramonlar identifikatsiya qilindi va Vischinor elektron axborot tizimiga kiritildi. Hozirgi kunda tumanimizda faoliyat ko'rsatib kelayotgan bitta go'shtni qayta ishlash, bitta ichak xom ashosini qayta ishlash, 3 ta sutni qayta ishlash, 3 ta ozuqa yem ishlab chiqarish korxonasi va 14 ta go'sht mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanadigan savdo nuqtalarida veterinariya sanitariya talablarining bajarilishi bo'yicha doimiy monitoring tadbirlari amalga oshirib kelinmoqda. Amalga oshirilgan epizodik tadbirlar, profilaktik, veterinariya sanitariya chora-tadbirlari va chorvachilik sohasida amalga oshirilayotgan loyihalar natijasida hozirgi kunda tumanimizda veterinar osoyishtaligi hamda aholining arzon va sifatli oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabi ta'minlab kelinmoqda.